Hi guys, salom yaxshilar. Ko'pchilik aytadi, koreyskiy yuzga uxudingizni bitta obzor qilib ko'rsatib bering deb. Shuning uchun shu videoni olishga qaror qildim. Bu uhud yog'li betga ham, quruq betga ham bemalol tushadi va ertalabki qilinadigan uhud. Birinchi bo'lib toner. Anuadan toner. Yog'li betga ham, quruq betga ham tushiradi. Bu poralarni yopadigan toner juda ham yaxshi. Koreyada birinchi o'rinni olgan. Birinchi yuzimizni yaxshilab tozalab olgandan keyin toner surtamiz. Обязательно tomoqlarimizga ham qolganini surtib olamiz. Bu tonerdan keyin Toridindan shunaqa siviritka. Bu ham rosa betni uspokоить qiladi, qizarib ketgan betlarni birpasda oqartirib qo'yadi va увлажнять qiladi. Kunduzgi увлажнитель kremda men Dalbadan shunaqa krem ishlataman. Kechki tomonga увлажнительный kremga Dr. G'dan shunaqa qora ulitkani kremni ishlataman. Bu kechki uxlashdan oldin, bu esa kunduzi yengilgina surtib olish uchun. Bu krem ham yog'li betga, ham quruq betga bemalol tushadigan krem. Ko'zimizni tagiga eye krem surtib olamiz ozginadan. Kechasi uxlashdan oldin ko'p surtsangiz bo'ladi, lekin kunduzi ozgina xolos surtsangiz yetadi. Tagiga shu kremni surtib olganimizdan keyin солнцезащитный krem surtash kerak. Ko'chaga chiqasizmi, chiqmaysizmi, uni не farqo'yit, shu солнцезащитный kremni har doim uyda o'tirsangiz ham surtashingiz kerak. Даже qaynonamni opalari ham SPF'ing yaxshi ekan, men ham olishim kerak deb aytdilar. Va labimga увлажнять qilib turgani shunaqa narsa ishlataman. Bundan shaftolini hidi keladi, juda ham mazali. Hamma narsamizni surtab bo'lganimizdan keyin oxirida esa Dalbadan shunaqa sprey surtab fix qilib olamiz yuzimizni. Bu dalbali sprey yuzni увлажнять qiladi va освежить qiladi. Shuning uchun juda ham yaxshi. Kunduzgi uxudni shunaqa qilib olganingizdan keyin bemalol yuzingizga make-up qilib ko'chaga chiqib ketishingiz ham mumkin. Agar make-up bilan ko'chada uzoq vaqt yuradigan bo'lsangiz, albatta dalba spreyni ham oling. Har 3-4 soatda yuzingizga sepsangiz, как будто yangi make-up qilganday bo'lib освежить qiladi va make-upni ham yuzga yaxshi singishida yordam beradi. Dalba sprey. Meni ertalabki uhudlarim shundan iborat. Qaynonamni ham uhudlarini ko'rmoqchimisiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Обязательно qaynonamni uhudlarini ham obzor qilib ko'rsatib beraman. Bye.